Equinox. RS ekan. Necha yili buni? 21. Qarovlar qo'yilgan. Ichki holatlari 104 ming yurgan ekan. 21. Ichlari holatlari yaxshi. Kraskasi bormi aka buni? Toza. Benzinda. Propan ham bor. Holatlari yaxshi, video registratorlari ham bor ekan. Tonirovkalar. Tonirovkaning ruxsati ham bormi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qancha tonirovkaning ruxsati aka? 5 oy mumkin. Qancha deyapsiz aka? 24,5 ga bermadim. 24,5 ga bermadi. Qo'lni hadavo yangi qilganman aka. O'ziniki mashina? Yo, tirikchilikmi? O'zimizku biz ham generalda buni sotgandi, 6 oy bo'ldi. Ha. O'zimizga deb oldi. Hozir bir zo'y mashina olaylik deb buni sotyapmiz. Zo'r. Generalni ham qilib beraverasiz? Yo'q. Shu 3 yil yonganmiz aka, bir 6 oy ketgan bo'lsa, yana qolganiga qilib beraveramiz. Necha ekan nomeringiz? 99 aka. 99lik 253 253 88 88 99lik 253 88 Equinox so'raganlarga agar qiziq bo'lsa